nefropatologimiz bo'lganliklari uchun men aytishga jazm qildim. Farzandlarim bor, egizaklar 7 oylik chala tug'ilishi natijasida travma bilan tug'ilishdi va 3 oydan keyin doktor qo'yapti diagnozini DZP. 3 yilgacha olib bormagan joyimiz qolmadi. Namangan, Andijon, Farg'ona o'zimizda, hatto Toshkent. Biz Rossiyaga olib borish paytida, ya'ni yanvar oyida vrachimiz Petrobod Toshpo'latdan kirib shu mahsulotni olib boryaptilar. Men qanaqadir chindan ishondim. Mana hozir 5-oy o'tib tugayapti, natijalarim oldingi natija aytganlaridek 4 kun axlat qilmas edi. Bizga bayram edi. 4 kundan keyin axlat qilsa, ertasi kun 4 marta qildi, obedgacha. Shunda ichida shlaklar, qora har xil narsalar bilan har kun mana. Ikkinchi natijam oyoq qo'lida tonisi bor. Kimda agar DZP nima bo'lsa bilishadi. Cho'llari yopishgan, ocha olmaydi, kela olmaydi. Shu hozir qo'yib yuborildi. 3 yoshi 2 oyda pampersdan chiqdik. Aqliy faoliyat o'sdi. Faqat boshini ko'tarib, xohlamasdi, harakat qilishdi. Hozir engalayapti, o'tirishni boshladi. Xohlasalar videolarni ham ko'rsatishim mumkin. Yana natija mana o'tirishni boshladi, o'zini boshqarishni boshladi. Eng zo'r natija mana 3 yil ichida sochim oqarib ketdi. 37-8 da isitmani ko'tarolmasdan sudurgi berardi. Shu holda 5 oydan beri mana xoh ishoning, ishonmay sudurgi bo'lgan edi. Shuning uchun yerda yoningizda turibman. Bir hafta bo'ldi. Ya'ni maqsad mana o'rganib, shunaqa kasallarga sog'lom hayot tarqatib, oilalarga sog'lom muhitda olib kirish uchun men niyat qildim, maqsad qildim. Ishonasizmi, ishlayman, o'qituvchiman. Ishga ketganimda ayam yonimda qaraydilar. Har tarafda 5 minutda ay bolalar yaxshimi? O'ylab turgan bolasini chiqaradi, sudurgi beraman. Ishimni tashlayman, yuguraman больницаga birinchi yordam. Mana hozir 38,5 isitma bo'ldi o'kimlar. Shu bir oycha bo'lib qoldi, sudurgi beraman. Eng yomoni suhrada ham bo'ldi sudurgi. Shu ikkalasida mana hozir qoldi. Xohlaysiz mana natijalar hamma yo'g'im bor. Bularda olib kirgan insonlarga, shunaqa vrachlarimizga men judayam cheksiz ona sifatida o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat sizlarga, qo'llaringizga shukr.